Hop, kitobga introduction, ya'ni kitob nima haqida bo'ladi, nimalar o'rganiladi, Flutter haqida, shular haqida bu yerda o'tib ketilgan. Kitobni boy gruppa tashladim-ku, Flutter reference degan. Mana shu eng tepasida bor. Pin ustiga bossangiz o'sha turibdi. Eng tepa birinchi shuni tashlaganman. Hop, bu yerda hozir Flutterning foydalari haqida gapiryapman. Ya'ni Flutter nima foydalari bor ekan? Faster development, ya'ni development, kod yozish, bironta bitta proyekt tuzish ancha tezroq bo'lar ekan. Tezroq bo'lar ekan. Nimaga tezroq? Odatda mana bitta korxona o'zi mobil programmasini ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, nima qilish kerak? Masalan, Flutter bo'lmaganda, iOS, Android uchun, ikkita sistema uchun alohida dasturchi olib kelish kerak edi. Ular alohida kod yozish kerak edi, boshqa qilish kerak edi, vaqt ko'proq ketardi. Ikkita timni boshqarish kerak edi. Flutterda esa bitta kod yozadi, hammasiga ketadi. Ya'ni nima platforma bo'lsa, hammasida ishlaveradi tuzilgan proyekt. Bu xuddi misoli nimaga o'xshaydi? Bitta kitob yozadigan odam bitta kitob yozyapti-da, u kitobini 10 ta xalq o'qishini xohlayapti. 10 ta xalq bu 10 ta til degani-da. Bitta kitobni xuddi 10 ta tilga tarjima bo'lib yoziladi-da, bittada. Flutter shunday vazifa qilib beradi. Bitta kod yozamiz, 10 ta platformada ishlaydi bu narsa. Nima platforma bo'lsa ishlayveradi Flutterda. Shuning uchun faster deyapti, tezroq ishlaydi. Xarajatlar kamroq bo'ladi. Sababi faqat Flutter dasturchi oladi bo'ldi-da. iOS uchun alohida, Android uchun alohida, web uchun alohida dasturchi olib yurmaydi. Faqatgina Flutter team yig'ib qo'yadi, ancha arzon tushadi. Consistency degani bitta UI tuziladi, hamma platformada ishlayveradi. Bosh qotirib o'tirmaydi, tuzgan proyekti Android bilan iOSda bir xil ko'rinyaptimi, o'zi bir xil ketyaptimi, shularni bosh qotirib o'tirmaydi. Chunki bitta jamoa ishlaydi, bitta kod bo'ladi va tabiiyki hamma platformada nima bir xilda ketadi Flutter proyektimiz. Bittasida boshqacha, ikkinchisida boshqacha bo'lib qolmaydi. Ikkalasi bir xil ketadi. Bu foydalari edi, bitta kamchiliklari ham bor. Bitta narsa foydasi bo'lgandan keyin kamchiligi ham bo'ladi. Birinchisi, juda tez ishlamaydi, ya'ni tez ishlaydi-ku, solishtirganda, haligi nativeda tuzilgan Apple'ga solishtirganda sekinroq ishlaydi. Native deganda qanaqa? iOS uchun alohida dasturchi olib turib, iOS uchun application tuzsa, Android uchun olib turib, Android uchun application tuzsa, ko'proq xarajat qilar, ko'proq vaqt sarflar, lekin tuzgan dasturi bizlardan tezroq ishlaydi. Yaxshi tuzilsa bizlardan tezroq ishlaydi. Nimaga? Chunki Flutter ishlatilgandan keyin Flutterda yozilgan kod iOS ga boradi, tarjima bo'ladi. Ya'ni Flutterda yozayotgan kodimiz iOS ga tarjima, Android ga tarjima bo'ladi. O'sha narsa ozgina vaqt olib qo'yadi. Xuddi misol uchun chet ellik odam bilan gaplashyapsizlar, orada tarjima olib tursa. Sizlar orada muloqot cho'zilib ketadi, to'g'rimi? Men birinchi gapiraman, tarjima keyin uni yana gapiradi. Xuddi shunga o'xshaydi Flutter. Biz Flutterda kod yozamiz. Bizda yozgan kod orada bitta tarjima bo'ladi-da, keyin ishlashni boshlaydi. O'sha tarjima bo'lishi ozgina vaqt oladi, lekin u bilinmaydi ham deyarli. Ozgina vaqt oladi, lekin juda kam vaqt. Sekund, millisekund emas-da, qayerdir millisekundda bo'lishi mumkin. Juda bilinmaydi, lekin rostdan ham sekin ishlashi bor gap, salpa. Keyin slow releases degani, ya'ni ba'zi yangilanishlar sekinroq qo'shiladi. Nima degani bu? Misol uchun Apple yangi texnologiya chiqaradi-da. Apple dasturchida o'zini iPhone uchun yangi texnologiya chiqaradi. U narsa birinchi bo'lib, iOS dasturchini uni qo'shib qo'ya oladi. Chunki birinchi bo'lib o'ziga chiqaradi. Bizani Flutterimiz Google tuzgan, Google ko'targan. U Apple'da bo'lgan yangilikni Flutterga qo'shguncha qanchadir vaqt ketib qoladi. Masalan, bir paytlar iPhone ichida rasmga oladigan narsa chiqqan, Vision Pro ga qo'shilib. Rasmga olasiz, rasmni etidan betidan qarasangiz bo'ladi. Vision Pro taqib olib, ya'ni iPhone olgan rasmingizni Vision Pro ga o'tkazib olasiz-da. Vision Pro da rasm prosta ko'rinmaydi, 3D shaklda ko'rinadi. Ya'ni o'sha paytga qaytaradi sizni. O'sharoq funksiya qo'shilgan. U funksiyani Flutterga qo'shish uchun qanchadir vaqt ketgan. Birinchi bo'lib shu iOSda chiqqan, Flutterchilar, shu Google deylar, uni sekin Flutterga moslagan. Flutterchiga qo'shgan, keyin Flutterda u imkoniyat paydo bo'lgan. Ungacha bo'lmagan. O'sha sal ba'zi yangilanishlar sekinroq amalga oshadi demoqchi. Android ham yangi narsa qo'shsa, Flutterga yetib kelguncha ozgina vaqt ketadi. Chunki Androiddan Flutterga moslashtirishadi-da. Tohir achchiqnisini olgansizlar. Lekin bu qachon bilinadi? Qachonki, misol uchun katta proyekt tuzsangiz, u dunyoda bo'layotgan yangilanishlar bilan bir xil tezlikda yurishni xohlasangiz, yaxshi keldingizmi?
O'sha payt bu bizani qo'rqitishi mumkin. Lekin hozir tuzib yurgan narsamiz umuman ahamiyati yo'q. Biz tuzib yurgan widjetlarimiz, boshqa narsalarimiz juda sodda. U bilinmaydi. Tabii. Framework biron bitta vazifani yengillashtirib beradida. Masalan, Dartni o'zidan biza bunaqa application tuzishimiz qiyin edi. Lekin Flutterdan ancha oson. Flutter shu Dartni ustiga shunaqa ko'p kod yozishgan, millionlab qator kod yozishganda, telefonni ekranni boshqarishga bizga sharoit qilib berishgan. Framework har xil bo'ladi. Bizning holatimizda shu ekranni boshqarib bergan. Aytilo backendchilarda ham framework bo'ladi. Ularda internetga bog'lanishini, databazalar bilan ishlashni osonlashtirib bergan bo'ladi. Doim qilinadigan ishlar bo'ladi-da. O'sha doim qilinadigan ishlarni yozib qo'ygan bo'ladi, ishlatib ketiladi, tayyor bo'ladi. O'sha bilan yutiladi. Ya'ni sizga yengillik qilib beradi framework. Shunaqa gaplar. Keyingisi. Kim tomonidan yaratilgan? Yana bunga Flutterga o'xshagan boshqa dasturlar ham bormi? Ya'ni faqat Flutterda emas, boshqa dasturlarda ham boshqa bitta kod yozib turib, boshqa hamma platformada ishlaydigan qilsa bo'ladi. Birinchi Flutter, ya'ni shunga o'xshash texnologiyalar aytyapti-da. Birinchi Flutter Google tomonidan yaratilgan Dart degan tilni ishlatadi. Asoschisi Google. Keyin shu video ketyapti. Video olishingizdan chiqib qolgan bo'lsa, hozirlikman. React Native bor. React Native Facebook tomonidan yaratilgan, juda mashhur. Chet elda, Yevropada, Amerikada juda ko'p. Lekin O'zbekistonda juda mashhur emas. Rozashka ismi bor emas. Xamarin degani bor ekan, Microsoft tomonidan asoslangan ekan, C# ishlatar ekan. FireMonkey bor ekan, Palantir tomonidan Delphi ishlatar ekan. To'rttasi hammasini o'zini foydali tarafi, kamchilik tarafi bor. Biz O'zbekistonda turib Flutter o'rganganimiz ma'qul, chunki uchalasini deyarli ishlatmaymiz, ishlatilmaydi. Qayerdir muammo chiqib qolsa ham, bularning muammosini yechish sal qiyinroq bo'ladi. Chunki O'zbekistonda mashhur emas-ku. Google'dan topib yechasizlar. Ish topishda baribir murakkab bo'ladi. Chunki deyarli hech kim React ishlatmaydi, bularni ishlatmaydi deyarli. Kam. O'zbekiston sharoitida. Bizlar qaysidir davlat bor, aytib, Flutter mana shu juda kam ishlatiladi. React Native ko'proq ishlatiladi. Boshqa Flutterga o'xshash texnologiyalar-da. Masalan, Flutter bilan bitta kod yozamiz, Android ham iOS ham ishlaydi-yu. Faqat Flutterda emas, boshqalarida ham qilsa bo'ladi. O'shalardan 4 tasini sanagan bu yerda. 4 ta mashhur. Xo'p. Endi mana bular juda muhim emas. Kim uchun bu kitob deyapti? Aytgan bitta OP ni sal-pal tushunchasi bor bo'lsin degan. Bizcha OP ni juda zo'r bilmaymiz. Lekin tushunchalar bor. Yani OP deb o'tmaganmiz-ku, lekin o'tganmiz. Tabii. OP mi? Bu kod yozish uslubi. Ya'ni biz oddiy pala-parcha kod yozib yuramiz-ku, o'shani chiroyli kod yozsa bo'ladi. Chiroylashtirsa bo'ladi. Hozir yozayotgan kodimizdan juda yomon emas-ku. OP language degani object oriented language degani. Obyektga yo'naltirilgan dasturlashda, obyektga yo'naltirilgan dasturlash. O'shalarni ham o'rganamiz, bu kitobda bor. Ya'ni klasslar bilan ishlanadi ko'proq. Oddiy apple kod yozib tashalmaydi-da, klass bilan chiroyli qilib yoziladi. Shu narsa OP bo'ladi. Xo'p, shu OP dan sal-pal tushunchasi bor deyapti. Bizda misol uchun klasslar bor-ku, o'sha klass g'irt OP. G'irt OP. Shu klass boshqadan OP deb tushunsangiz bo'ladi. Yana ichida qo'shimcha narsasi bor. Klass to'liq foydalansanglar, shu OP dan foydalansanglar degan. Ya'ni klass to'liq narsalarni o'rgansanglar. Biz prosta klass o'zini o'rgangandik. Unda inheritance bir nimalari bor, abstraction, boshqa narsalar bor. O'shalarni o'rgansak, keyin OP ni to'liq o'rgangan bo'lamiz. Sal-pal tushunchamiz borligi, klassni bilamiz. Keyin sal-pal bironta bitta tildan xabar bo'lsin degan. Bizda Dartdan ozmoz xabarimiz bor, to'g'rimi? Kitob qisqasi biz uchun maxsus. Auzra haqida gaplashgan. Alberto Miola, italiyalik dasturchi ekan. Delphida ishini boshlagan ekan. Desktop application tuzgan ekan Java bilan. Desktop degani, masalan, mana bu notebookda turadigan applicationlar bormi? Telefonda turadiganlari mobile application bo'ladi. Notebookimizda turadigan applicationlar bular desktop application bo'ladi. Ishlatayotgan Android studiyamiz ham aslida desktop application. Java for backend degan. Desktop tuzgan, menimcha pas Delphi bilan tuzgan bo'lsa kerak. Java backend ishlatgan va Android application. Ya'ni Java bilan backend ham Android ham tuzgan. Tabii. Sizlarga yengilroq, yo'g'ida meniki yengilroq-da. Ya'ni har bitta versiyasiga yangicha rasm qo'yib qo'yadi. Biz o'qigan paytlar vaqti boshqa rasmda turadi. Har xil hayvonlar turadi. Har xil.
versiyasini solishtirish kerak. Hamchi balki yengilroq bo'lsa kerak, chunki yaqin o'chirib o'tkazgandimda. Sen o'chirib o'rnatsanglar yangi chiqadi. Tohirlik texnologiya bormi yo'q? Ha? Tohirlik texnologiya bormi? Nima? Tohirlik o'zgartiradi, hech narsani bormi? Yo, u AI-ku oddiy. Ha, menda yo'q. Androidda yo'q. Yangilasam qo'shilishi kerak. Demak, tog'alik Mac-dan ham yengilgan ekanda. Xo'p, keyin hozir Italiyada ishlar ekanlar, birat Flutter kulli ishlatar ekanlar, Java'ni ham ishlatar ekanlar, desktop bilan backendga. Computer science tugatgan ekanlar. Java'da bor-ku, mana Android application tuzsa bo'ladi. Java'ning qaysidir frameworki bilan. Java bilan backend ham tuzsa bo'ladi. Boshqa bitta framework bilan. Serverni ham qilsa bo'ladi. Ya'ni frameworkga qaraydi, mana Flutter bilan, Dart bilan bor-ku, mana. Dart o'rgandik va Flutter o'rgandik. Endi mobil applicationlar tuzyapmiz. Dart o'rganib turib, ana Angular Dartmi shunaqa degani bor. U bilan web dasturlar tuzsa bo'ladi. Angular Dart bor. Nimadir lentasi bor edi, u bilan backendda tuzsa bo'ladi. Dart ustiga har xil framework qo'yaverasiz, har xil maqsadda ishlatasiz. Flutterdan foydalanamiz, mobil application tuzamiz. Boshqa bitta frameworkdan foydalanamiz, Dart ustiga qurilgan. Alaykum assalom. Yaxshi kelibsiz. Boshqa maqsadda ham ishlatsa bo'ladi. Backend yozsa bo'ladi, web dastur tuzsa bo'ladi. Juda ko'p ish qilsa bo'ladi. Dart Java'da ham shunaqa. Frameworkga qarab boshqa ishlarni ham bitirsa bo'ladi. Hop, bitta shu rahmat aytganlar, shu 4 kishiga sizlar ham rahmat aytib qo'yasizlar. Ha, o'qigan. Qisqasi mana shu birat provider package asosida, provider package nima? Biz GetX ishlatdik-ku. O'shani sherigi bor, provider bo'ladi. O'shanga o'xshash. Biz sizlarga GetX ishlatdik, provider ham ishlatsak bo'laveradi. Provider ham ishlatadi, state management. Ha? Bizami GetX sal tushunishga osonroq, providerdan ko'ra. Ancha osonroq. U asosiy kursda o'rgatishadi, ha? Provider ko'p ishlataman o'zim. Bir nima deyapti. Shu qilgan ishlar, mana shu birat provider ochgan ekan, Stack Overflow'da mana bu saytda faolaga. Mana shu javob berib turadi. Flutterdan savol so'rasanglar, mana shu saytdan javob olsanglar bo'ladi-da. Kimdir javob beradi, dunyo narigi chekkasida turgan odam. Mana shu birat ko'p javob berib yurar ekan. Bu yoq bor ekan. Ha. Shunaqa. Ya'ni aynan software engineer degani misol uchun mana telefon notebooklarni, telefonlarni bor, hardware bo'ladi, software bo'ladi. Hardware degani qo'l bilan ushlab oladi, mana bu joylari hardware, metall ishlatilgan, ekran bilan hardware. Software mana shu yoziladigan kodlar, dasturlar software deyiladi. Software engineer degani mana shu dasturlarga oid любой muammoni yechib tashlay oladi. U veb-sayt bo'ladimi, backend bo'ladimi, mobil bo'ladimi, qarab o'tirmaydi. Yoppasiga ketaveradi. Shu software engineer bo'ladi. Tishi o'tadi-da ko'p narsaga. Mana bu degan kompaniyada nima ekan, shu software, senior software engineer ekan. Oddiy Flutter dasturchidan ko'ra mana software engineer lavozim yuqoriroq bo'ladi. Chunki u nafaqat Flutter, boshqa sohalarda ham software engineer desa ham bo'ladi. Siz software tuzasizlar, shunaqa. Tashli bir xil, ikkalamiz ham mana shu bir xil narsa aytyapmiz. Juda yaqin. Qisqasi mayli. U avval BMWda ishlagan ekan, 3 yil endi. Shu BMWda qanaqadir dasturlarni tuzib bergan, katta ehtimol. Va hozir Flutter 2 yildan beri Flutter ishlayotgan ekanlar, juda yaxshi ko'rar ekanlar uni. Shunaqa. Amrat bor ekan, bu kishi YouTube'da kanallari bor, shunaqa. YouTube'da dars o'tar ekanlar. Yozib ko'rsanglar bo'ladi, nima ekan? Riso Coder YouTube degani bor ekan, Riso Coder. Yozib ko'rsanglar bo'ladi. Qisqasi rahmat aytganlar. Keyin bitta kitobni onlayn formati ham bor ekan. Mana sayt ichiga kirsanglar. Kuzda bor dedim, men rosa titib ko'rdim, lekin bitta ham kuz topolmadim. Sayt mana. Bularni anta chapterlar bor ekan. Men kutdim, men chapter ustiga bossam, o'shanga oid kuz chiqarib berishdi, lekin chiqarib bermadi, bilmadim. Sizlar ham qidirib ko'rasizlar. Men hech topmadim, yo'q, rostdan yo'q. Endi eski kitobda bu 2 yil, 3 yil bo'lib ketdi kitobga. Balki o'sha paytlar support qilib, o'sha paytda kuzlar bo'lgan bo'lsa, hozir balki o'chirib qo'ygandir, bilmayman. Lekin ichini qidirib ko'ringlar, kuz topsanglar aytinglar bizga. Kuz bormi yo'qmi bilmadim. Hop, endi davom ettirsak. Bu yerda o'sha introduction to Dart ga o'tdi. Hozir necha bo'ldi? 26 bo'ldimi? Keyin mana shu coffee breakdan keyin ko'ramiz.
Chunki men to'liq o'qib chiqmadim, bitta o'qib chiqay o'zim. Keyin sizlarga chiroyliroq tushuntirib beraman. Buni